Yangiyo'l shahrida xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri davom etmoqda. O'rganishlarimiz natijasida aksariyat arizachilarning ko'pchiligi Orient taksi haydovchilari bo'lyapti. Bunga sabab siz fuqarolarimiz begona shaxsga telefoningizdan foydalanishga berganingiz va u inson sizni telefoningizdan foydalanib Orient taksisini chaqirgan. Shu jumladan u Orient taksidan foydalanib, yolg'on ishlatib, taksidan tushib qochib ketyapti. Va Orient taksilari noiloj 102 ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilishmoqda. Vaholanki bu narsa Jinoyat kodeksining 168-moddasida belgilab ketilgan. Begona shaxslarga ko'cha jamoat joyida yurgan vaqtingizda begona shaxslarga umuman uyali aloqa vositangizni bermasligingizni, hattoki Orient taksi chaqirib olay degan taqdirda ham ishonib bermasligingizni taklif qilardik va iltimos qilib qolardik. Bu narsa oxir-oqibat og'ir holatlarga olib kelmoqda. Taksi haydovchilariga ham shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, agar shu narsadan xabar topsangiz, birinchi o'rinda ichki ishlar 102 ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilib, shundan so'ng operatoringizga xabar berishingizni iltimos qilib qolardik.